Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar. Mana dunyodagi eng qimmat uzum Ruber Roman. Ya'ni aksion bilan sotadigan uzumlar mana. Mana bu yerdan biz serialashtirdik va 3 talik 4 talik mevasi bor edi. Ularni olib tashladik va 2 talik qo'ydik. Mana yerda bor, mana 3 talik. Mana 3 ta mevasi bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Yaqinlashtiramiz. 3 tadan mevasi bor. Katta boshli bo'lgani uchun, kattaroq boshli bo'lgani uchun 3 tasini qo'ydik. Qolganlarini seraklashtirdik. 2 talik ham bor, bu yerda bittalik ham qilingan. Va gibrilin dorisi original xorijdan keldi. O'shanisi sepildi. Bu nomini aytish sir, aytilmaydi. Ko'chat oladiganlar bo'lsa, buni parvarishi va hosilini yaxshi olishi hammasi yozib beriladi va to'g'risini ham yozib beriladi. Aziz obunachilar, mana ishonmaydigan insonlar bo'lsa, negativ insonlar bo'lsa kelib ko'rishlari mumkin. Pishgan davrida, uzumlar pishgan davrida mana kelib ko'rishlari mumkin, yeyishlari mumkin. Bu xolasa nasib niyat bor, supermarketga topshirish. Bundan daraxtdan 4 tub bor. 4 tub bor. Bu 1-yil, 2-yilda boshlari yeri bo'lmaydi, mayda bo'ladi, donlari maydaroq bo'ladi. 3-yildan, 4-yildan boshlari katta bo'lib ajoyib bo'ladi. Va buni mevasini hozirgi vaqtida 3 talik bo'lgan, 4 talik bo'lgan vaqtida qaychi ishlatiladi, seraklashtiriladi. Mana tupini holati, mana tupini. Bu yerdan payvand bo'lgan. Bu yerdan payvand bo'lib turib tepaga chiqib mana 3 qo'l bo'lib yoyilgan. Keyin bu yerdan ham yoyilib, bu tez o'sadi. Kasallikka juda baquvvat uzum. Har qanday kasallik tushirmaydi bunga. O'ta serhosil. Hozir yana bitta navni ko'rsatamiz. U ham o'ta shirin, o'ta serhosil. Proprejeniga o'xshab rosa serhosil. Buni ham hozir sizlarga ko'rsatamiz. Uning nomini ham aytaman. Mana boshlari katta va 3-chi hosili ham bor. Mana 3 talik. Bu yerda mana bu yerda bitta, bu yerda 2 ta, bu yerda 3 ta, 3-inchisi bu. Bu olib tashaladi. Bu ham qaychida shakl beriladi. Buni biz yana donini rosa kattalashtiradigan qilib gibrilinni sepamiz. Bu o'zi katta bo'ladi. O'ta serhosil bu. Nomi Ararat muskat. Bananas uzumga o'xshab ketadi, lekin sap-sariq bo'ladi. Doni o'ta katta, yirik bo'ladi. Hosildorligi zo'r. Mana yerda ko'klab kelgan novdasida mana. Mana yerda ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunda ham hosil bor. Qaysi nimasida ko'klagan bo'lsa, o'shanda ham hosil bor. Bu ham payvand bo'lgan, tagidan payvand bo'lgan bu. Buni ko'chatlari ham bor. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bu ko'chatlarning narxi chiqadi, xudo xolasa. Bizda uzum turlari ko'p. Sinovdan o'tkazganlar bor, hosil berganlari bor, hosil bermaganlari sotuvga chiqarilmaydi, hosil berganlari sotuvga chiqariladi. Hozir proprejenamizni ham ko'rsatamiz sizlarga. Mana proprejeni hosili, mana bir boshli qilingan. Boshi uzun. Juda katta. Juda katta. Mana
почти yarim metr. Boshi yarim metr mana почти. 30-40 santimetrgacha bor. Hosilliroqligi zo'r buni ham qalamchalari kuz oylarida chiqadi. Buni ko'chatlari kamroq. Buni ko'chatlari kamroq. Mana bu yerda bo'lsa Tianshan. Bu ham bu yil hosil berdi. Nishona. Mana hosil nishona berdi. Xudo xolasa buni ham kuzga qalamchalari chiqadi. Bizda navlari ko'p. Xonadonimda navlari ko'p. Negativlar bo'lsa, saviyasi past odamlar bo'lsa, kelib ko'rishlari mumkin. Chunki men Husaynidan kechib boshqa bir navlarni qilyapman. Bosh yirik, doni o'ta katta, hosildorligi zo'r, eksportga zo'r, bozorimizga yaxshi, sifatli uzum hayvon qilyapman va xorijdan keltiryapman. Salomat bo'linglar, tashakkur.